huquqiy ong va huquqiy madaniyatni yuksaltirish adolat va qonun ustuvorligining garovidir. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksi 217-modda yig'ilishlar, mitinglar, ko'cha yurishlari yoki namoyishlar uyushtirish, o'tkazish tartibini buzish. Yig'ilishlar, mitinglar, ko'cha yurishlari yoki namoyishlar uyushtirish yoxud o'tkazish tartibini ularning tashkilotchisi tomonidan buzish, shunday xatti-harakatlar ma'muriy jazo qo'llanilgandan keyin sodir etilgan bo'lsa, bazaviy hisoblash miqdorining 200 baravardan 300 baravargacha miqdorda jarima yoki 360 soatgacha majburiy jamoat ishlari yoki 1 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Diniy yig'ilishlar, ko'cha yurishlari va boshqa diniy marosimlar o'tkazish qoidalarini buzish, shunday xatti-harakatlar uchun ma'muriy jazo qo'llanilgan keyin sodir etilgan bo'lsa, bazaviy hisoblash miqdorining 200 baravaridan 300 baravarigacha miqdorda jarima yoki 360 soatgacha ma'muriy jamoat ishlari yoki 1 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 217-moddasiga ko'ra, diniy yig'ilishlar, ko'cha yurishlari va boshqa diniy marosimlar o'tkazish qoidalarini buzish, shunday harakatlar uchun ma'muriy jazo qo'llanilgandan keyin sodir etilgan bo'lsa, bazaviy hisoblash miqdorini 200 baravardan 300 baravargacha miqdorda jarima yoki 360 soatgacha majburiy jamoat ishlari yoki 1 yildan 3 yilgacha ozodlikni cheklash yoxud 3 yilgacha ozodlikdan mahrum qilish bilan jazolanadi. Ogoh bo'ling. Diniy yig'ilishlar, ko'cha yurishlari va boshqa diniy marosimlarni o'tkazish qoidalariga xilof ravishda xususiy xonadonlarda diniy yig'ilishlar tashkil etish yoki ularda ishtirok etish, rasmiy ro'yxatdan o'tmagan diniy tashkilotlarning hududida diniy marosimlar o'tkazish amaldagi qonunchilikka zid hisoblanadi. Tafakkur qiling. Qonun talablarini bilmay, huquq buzarga aylanmang.